Assalomu alaykum hurmatli musofirda yurgan akalarim, ukalarim. Yaxshimisizlar, tanijonlari sog'mi, omonmi? Sizlarga yana yangi vakansiya chiqarishdan biz davom etamiz. Sizlardan faqat bir iltimos, podpiska, like, podelitsa bosishdan ayamaymiz akalarim, ukalarim. Sizlar uchun yaxshi ishlarni chiqarishda biz to'xtamaymiz akalarim. Xo'p, bizga hozir svarchik kerak. Srochna svarchik pol avtomatga. Pol avtomat svarkaga ishlab yurgan akalarim, ukalarim bo'lsa, ishga taklif qilib qolamiz. Bizga katta ishlab chiqarish korxonasi kravat, ограждение, fambarin, shunaqa narsalar vaqt qilib chiqariladi. Bemalol agar qo'lidan kelsa, pol avtomatga ishlab yurgan insonlar bo'lsa, aka-ukalarimiz bemalol murojaat qilib kelishlaringiz mumkin. O'zbekistondan bo'ladimi, Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan farqi yo'q. Meni kuzatib o'tirgan barcha obunachilarimga ishga taklif qilib qolamiz. Yurakda o'tib bor akalarim, ukalarim bo'lsa, ana men qilib bilaman desa, bemalol kelishlari mumkin. Prima O'zbekistondan yoki Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistondan keladiganlar bo'lsa, patentiga, registratsiyasiga ishxona yordam beradi, keyin ishlab beriladi akalarim, ukalarim. Po поводу mana xonalar bo'lsa, bizga kommentariyaga yoziladi. Men oldingi videolarimga ham aytib o'tganman. 3 ta bizning yotoqxonalarimiz bor, platni 8000 rublligi bor, 5000 rublligi bor, 2000 rublligi bor. 8000 rublligi farqi shundaki, hojatxonasi, dushi, kuxnyasi, ovqat qilishga sharoiti bor. 2000lik, 5000likda hojatxonasi, dushi, kuxnyasi общий akalarim, ukalarim. Hozir men sizlarga video davomida qo'yib beraman. Svarkalar nima ishlarni qiladi, nima qilyapti, kravat chiqadi, ограждение, fambarin, shunaqa narsalar chiqadi. Akalarim, ukalarim, telefon raqamini qo'yamiz, bemalol murojaat qilib, tepadagi raqam mana o'zimni boshlig'imniki, bemalol birinchi o'shanda chiqaveringlar. 4686 bemalol o'sha bilan gaplashasizlar. Keladigan bo'lsangizlar, kelishsangizlar, bemalol. Agar tushunmagan joylari bo'lsa, pastdagi 1219 mani telefon raqamim. Men bilan bog'lansangizlar bo'ladi. Lekin желательно birinchi tepadagi nomerga telefon qilamiz. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar, yaxshi kunlarga ko'rishaylik. Salomat bo'linglar. Gohi shunday paytim keladi, sizga bir gap aytgim keladi. Qursin ko'ngilning ko'chasi demang, yoshligimga qaytgim keladi. Dadam so'zin tinglagim kelar, bag'rida bir uxlagim kelar. Quchib yig'lagim kelar, yoshligimga qaytgim keladi. Onam yopgan issiq nonlarni eslab do'stu qadrdonlarni
o'shal onlarni yoshligimga qaytgim keladi. Olislardan chorlar bir nigoh, qaytolmasam mendan gunoh. İlk sevgimga yagona guvoh, yoshligimga qaytgim keladi. Umur asli 5 kunlik safo, gohi safo, gohida jafo. Tashlab ketgan o'shal bevafo, yoshligimga qaytgim keladi. Siz ham mendek ezilgan chog'da kezganmisiz xazol bog'da? Qumsab azam yuragi dog'da, yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga qaytgim keladi. Yoshligimga